Orzularni qanday qilib real va bajariladigan rejaga aylantirish mumkin? Bugun shu haqida gaplashamiz. Moliyaviy maslahatchilar bir narsani juda ham ko'p aytishadi. Odamlarning ko'pchiligi pul yetishmasligi uchun emas, rejasizlik sabab jamg'ara olishmaydi. Masalan, AQShda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, aniq yozib qo'yilgan moliyaviy maqsadi bor odamlar maqsadi yo'q odamlarga qaraganda o'rtacha 2 barobar ko'proq pul jamg'arishar ekan. Bu shuni ko'rsatadiki, pulni emas, avvalo yo'nalishni boshqarish kerak. Ko'pchilik mashina olsam edi, uy olsam edi, safarga chiqsam degan maqsadlarni qo'yishadi. Bu orzu, lekin 12 oy ichida 60 million so'm yig'aman desangiz, bu allaqachon maqsad bo'ladi. Chunki bu yerda 3 ta narsa bor. Aniq summa, aniq muddat va aniq yo'nalish. Pulni yo'lga chiqqan mashinaga o'xshatish mumkin. Agar siz navigatsiyaga manzil kiritmasangiz, mashina yuraveradi, lekin qayergadir yetib bormaydi. Pul ham xuddi shunday. Agar siz unga manzil bermasangiz, u kichik-kichik xarajatlarga ketib, oy oxirida qayerga ketdi o'zi degan savolni qoldiradi. Keling, real misol qilaylik. Aytaylik, siz 24 million so'm pul yig'moqchisiz. Bu ko'pchilikka katta summa bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin shu summani 12 oyga bo'ladigan bo'lsak, oyiga 2 million so'm bo'ladi. Uni kuniga bo'ladigan bo'lsak, taxminan 65 million so'm chiqadi. Ko'pchilik odamlar kuniga shuncha pulni choyxona, yetkazib berish yoki mayda xarajatlarga sezmasdan ham sarflab yuborishadi. Demak, muammo pul topishda emas, pulni yo'naltirishda. Moliyaviy maqsad qo'yishda yana bir muhim qoida bor. Yaxshi maqsad 3 ta savolga javob berishi kerak. Qancha, qachon va nima uchun? Masalan, pul yig'aman degan gap ishlamaydi. Lekin 2026-yil dekabr oyigacha 60 million so'm yig'aman, chunki uy uchun dastlabki to'lov qilishim kerak desangiz, bu aniq, tushunarli va miyaga buyruq bo'lib boradi. Bu yerda psixologiya ham juda muhim. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson miyasi maqsadni ko'zi bilan ko'rsa, unga erishish ehtimoli anchagina oshadi. Shu sabab sportchilar musobaqadan oldin g'alabasini ko'z oldiga keltiradi. Siz ham xuddi shunday qila olasiz. Orzuyingizni rasmini saqlang, telefoningiz ekraniga qo'yib qo'ying yoki jamg'armangizga nom bering. Masalan, yangi uy yoki chet eldagi ta'lim uchun degan. Bu shunchaki motivatsiya emas, bu miyaga berilgan aniq bitta signal va buyruq. Yana bir muhim fakt. Ko'pchilik odamlar qolgan pulni jamg'araman deydi. Amalda esa pul hech qachon qolmaydi. Moliyaviy mutaxassislar buni avval o'zingga to'la, ya'ni jamg'armaga to'la. Ya'ni oylik tushishi bilan hatto 5-10% ni bo'lsa ham avval jamg'armaga ajratish kerak. Shunda jamg'arma tasodifiy emas, tizimli odatga aylanadi. Eng muhimi, ideal vaqtni kutmang. Ideal vaqt deyarli hech qachon kelmaydi. Boshlash uchun katta summa shart emas, muhimi muntazamlik. Muhimi bugun boshlash. Bugun ozgina, ertaga ozgina, lekin har doim. Bugun siz juda oddiy 3 ta qadamni qila olasiz. Birinchidan, bitta orzuni tanlang, ikkinchidan uni aniq raqamga aylantiring, uchinchidan esa shu summani oyga va kunga bo'lib chiqing. Shu bilan siz bitta orzuni xohishdan real moliyaviy rejaga aylantira olasiz. Xulosa qilib aytganda, pul bu maqsad emas, pul sizning orzuyingizga olib boradigan vosita. Maqsadsiz pul tez yo'qoladi, rejali pul esa natija beraveradi. Agar siz bugun reja qilsangiz, ertaga natijasini albatta ko'rasiz. Shuningdek, sizga Davr bankdagi omonatlarni ham eslatib o'tmoqchiman. Agar siz pulingizni tezroq yig'ishni va u tezroq ko'payishini xohlasangiz, pastdagi havola orqali bemalol bu bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Davr bank, vaqt bilan sinalgan ishonch.